Eshiting qanaqa ajib. Agar deydi Alloh taolo, agar mendan yuz o'girganlar meni ularga bo'lgan intizorligimni, ma'siyatlarni tark qilishlariga bo'lgan shavqimni bilishsa edi, ularning qalblari menga bo'lgan muhabbatdan uzilib ketgan bo'lar, hamda menga bo'lgan shavqlaridan vafot etgan bo'lardilar. Mendan yuz o'girayotganlarni menga qaytishligiga qanchalar mushtoqligimni, qanchalar shuni yaxshi ko'rishimni bilganida o'lib qolardi qalbi erib. Banda Alloh taologa qaytdi, bo'ldi endi tavba qilay degan fikrni kallasiga olib kelishligi bilan bo'ldi endi bugundan ichmayman. Bo'ldi bugundan boshlab namozni boshlayman. Bo'ldi. Ertadan bomdodga chiqib namozni boshlayman deyishiga bilasizmi qanaqa xotirjam bo'ladi qalbi. Alloh taolo bandasini tavbasiga shuna bir mushtoq bo'lib turadi. Alloh taolo bandasini tavba qilishini shunaqa yaxshi ko'radi. O'zi kerakmi bandasini tavba qilishi Allohga? Bu nimani belgisi? Alloh siz bilan bizni qanchalar yaxshi ko'rishligini belgisi. Agar Alloh bizni yaxshi ko'rsa, birodarlar, qolganlarni yomon ko'rganligini bizga parvosi yo'q. Agar Alloh biz bilan birga bo'lgan bo'lsa, hech kimni kuchi yetmaydi bizga. Agar Alloh bizga qarshi bo'lsa, bizga hech kimning foydasi tegmaydi.